tushda dala ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi dala podshoh tomonidan dalaning kattaligiga muvofiq yetadigan yaxshilik va xurramlikdir. Agar tushida chegarasiz dala, sahroni ko'rsa, unda tikon va xashaklar ko'p bo'lsa va u mazkur yerda aylanib yurganini ko'rsa, zolim bir podshoh bilan suhbatdosh bo'lishi va uning yaqiniga aylanishiga dalildir. Agar ko'katlar o'sib yotgan dalani ko'rsa, bir olim odam bilan suhbatlashishi va unda foydalar topishiga dalildir. Agar tushda ochiq dalani ko'rsangiz, demak unda odamlarga ochiq qalb bilan muomala qilasiz. Dala ustida osmon yaqin va unda bulutlar bo'lsa, uyatli ahvolga tushasiz. Dala manzarasi inson tanasida ajoyib o'zgarishlar yasovchi, tabiat qo'ynida jismoniy mehnat qilish zarurligidan dalolat qiladi. Vanga ta'biricha, bordi-yu tushingizda dala shiyponi, ya'ni chayla ko'rsangiz, qo'rquv va g'amdan qutulishga dalolat beradi. Bundan tashqari, tushdagi yam-yashil dalalarni ko'rsangiz, behisob rizq, barokat, manfaat, halol daromadga ishora. Hosil yig'ib olingan bo'm-bo'sh dalani tushingizda ko'rsangiz, omadsizlikdan darak beradi. Ekinli va ko'mko'k dalani tushda ko'rish istiqbolli kelajak, shodonlik, baxtiyorlikdan dalolat beradi. Haydalgan dalani tushda ko'rish oilangiz farovonligi va jamiyatdagi o'rningiz qisqa ekanligi demakdir. Ammo bu o'zingiz uchun juda sharafli bo'ladi. Dalada yalangoyoq yurgan bo'lsangiz, oilangiz barbod bo'lishiga har xil yolg'on yashiq gaplar bo'lishi mumkin. Ibn Sirinning ta'kidlashicha, tushda dala ko'rish u ayol kishiga dalolat qiladi. Chunki to ekinni o'rib, yerdan yig'ishtirib olgunga qadar yer haydaladi, don ekiladi va sug'oriladi. Ayol kishi ham homilador bo'ladi, tug'adi va emizadi. O'simlikning doni, boshog'i ayolning bolasi yoki molidir. Gohida u bozorga dalolat qiladi. Uning boshog'i bozordagi rizq, manfaat va foydadir. Chunki ekinning foydasi, hojatlari o'sishi ko'p bo'ladi. U yana urush maydoniga dalolat qilur. Uning boshog'ini yig'ishtirish, qilichlarini yig'ishtirish demakdir. Gohida u dunyoga dalolat qiladi. Uning sunbuli katta-kichik, yosh-qari va o'spirin kishilar jamoatidir. Chunki ular yerdan yaratilgan, o'sgan va o'simlik kabi unganlar. Gohida ular dunyo mollari, xazinalari va omborlariga dalolat qiladi. Chunki bitta boshoq ko'pligi donni o'z ichiga oladi. Gohida ekinzorlar u yerda oxirat uchun va savob va ajr uchun amal qilinadigan masjidlar, robotlar, zikr halqlari va sadaqa o'rinlariga dalolat qiladi.